videoda biz dahshatli Darknet saytiga kirib, o'sha qotil kulovlarni yana chaqirib ko'ramiz. Let's go. 5-qism. Ha, sizlar noto'g'ri eshitmadingiz. Biz rostdan ham o'sha dahshatli Darknet saytiga yana kiramiz. Va esingizda bo'lsa, kulovlardan biri Gambitni ham klonga aylantirmoqchi edi. Va biz endi bildikki, Gambitni klonlikdan qutqaradigan narsa o'sha chekkovli o'yinchoqning ichida ekan. Va endi bu videoda biz mana shu o'yinchoqning ichidagi narsani topib, Gambitni klonlikdan qutqarishga harakat qilamiz. Va barcha savollarga javob topish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Chimadani nima qilasan? Kim bu? Qamasanmi, bilasanmi? Yo'q. Nimaga chimadan olsa ketding? Darknet 5-qism. Gambit klonga aylanadimi? Yosh aktyorlar sizga e'tiroz bildirmoqchi. O'qimaganlikda aybladingiz bularni, bular xafa. O'qiganman To'xtang, fikrlarni eshitmoqchimiz. Aqli yetmaydi, mahorati yo'q. Yo'q unda mahorat. Yo'q unda hech narsa. To'g'ri, o'sha paytda menda hech balo yo'q edi. Faqatgina o'zimga bo'lgan ishonch bor edi. Va o'sha ishonch meni shotgacha olib keldi. Aqli yetmaydi, mahorati yo'q. Yo'q unda mahorat. Yo'q unda hech narsa. Ujastik videolar oladi. Qo'rqinchli, ruhlar, jinlar shunga o'xshagan deb o'ylashadi. 6 yoshdan 60 yoshgacha inson bo'ladi. Chunki Yo'q, unaqa deya olmaymiz. qolsam kulaman, qolsam nima qilaman? Mana shortiga keldim bugun. Ya'ni o'zim erkin yashayman, xohlaman. Darknet nima u? Internetni qora tomoni. Eng ko'p topgan daromadingiz YouTube'dan qancha bo'lgan? Shunaqa ekanmi? Da. Bo'rttirib yuboradi, qiliqlari ortiqcha, emotsiyalarni oshirib yuboradi Omonxon. Ularda mana bu konkurensiya rivojlanib ketgan. Aslida zavis Siz qilayotgan ishlaringiz O'zbekiston yoshlariga, yangi avlod egalariga manfaatlimi? 2 kun sal prosmotr bo'ladi, undan keyin bo'ldi, umri yo'q o'sha videolarni. Unisiga shubha Yo'q, yo'q. hozir olib boraman, Sizni kuzatuvchilaringiz borki shunaqa. Adasini gapiga kirmasa ham sizga gapingizga kiradi. Shunga olib boraman, shoshmang. Hop. Ularga agarda kimdir kelib turib kitob o'qisa, o'qimasligi mumkin, lekin men aytsam ular o'ylab ko'radi. Mendan xuddi cheat kod sifatida, mana bir vosita sifatida foydalansa, istalgan hozir ular xohlayotgan informatsiyani miyasiga singdirish mumkin. Bu videoda biz dahshatli Darknet saytiga kirib, yana o'sha qotil klonlarni chaqirib ko'ramiz. Va esingizda bo'lsa, bundan oldingi qismda biz birinchi qotil klonni chaqirgan. Va u klon bizga chemadani tashlab ketgan. Va ana endi bu videoda esa biz yana bir qotil klonni chaqirib, o'zi nimaga qotil klonni borligini va Sardorni qayoqqa o'g'irlab ketishganini aniqlamoqchimiz. Darknet 3-qism. Klonlar